o'tirib, mana bemalol o'tirib, mana bunday qilib mana sanab beraveraman. Mana sizlar uchun bunday qilib mana. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar YouTube'dagi Mebel Market Uz kanalini tomosha qilyapsizlar. Qadrli obunachilar, Dehqon akani xonadoniga kelganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Stol-stullarda naryoqda ham bor. Sekin hozir stol-stullarda aylanib bir qator ko'rsatamiz sizlarga qanaqa fasonlari bor. Sizlar videoga like'lar bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Kanalimizda yangilar bo'lsa obuna bo'lib turinglar. Eng arzon joyga kelganmiz. Mana dehqonchilik stol-stullarni ko'rishinglar mumkin mana. Har xil stol-stullar. Mayda eng arzondan boshlaymiz, qadrli obunachilar. Xon taxta bo'ladigan variant bo'ladi. 12 talik stol-stulimiz 3 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham ichida shunaqa narx. Boshqa voha tomonidan kuzatib turgan bizning obunachilarimizga kelishib, shopirlar bilan gaplashib, talashib, tars gaplashib turib, arzon narxda gaplashib, iloji boricha sizni tomoningizga yurib, shu stol-stullarni chiqarib olishga harakat qilishadi ustakalarimiz. Endi birma-bir ma'lumotlarni boshlaymiz, qadrli obunachilar. Ustakamiz bilan birga ma'lumotlarni beramiz. Bu gaplarim ba'zi bir odamlarga juda ham yomon ta'sir qilishi mumkin, yomon kommentariyalar yozishi mumkin. Bunga ishonchim komil. Bizi kanalda 90% dan oshiq odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Videolarimizga like bosishmayapti ekan. Nimaga like bosib obuna bo'lmayapsizlar? Nima? Sababi men yonimda bitta kalta yubkali qizni olib yurmaganimmi? Faxish narsalarni olib yurmaganimmi sababi? Chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlarini, dastavka hamma narsasini, ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha beryapmiz u. Nega obuna bo'lmaysizlar? Shunchalar qiyinmi? Siz cho'ntagingizdan 1-2 so'm olmaydi-ku obuna bo'lib like bossangiz, kommentariya yozsangiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Obunachilar mana 12 talik listovoy materialda bo'lgan posonimiz. 3 million so'm xonlari xon taxta bo'ladi. 1.6 ga 275 lik xon taxtamiz. Tagi ochiq variantidan bu. Shunga ham ahamiyat berasizlar, qadrli. Ahamiyatlar berib qo'yasizlar. Bo'yi jinday pastroq bo'ladi buni. Hozir keyingi posonlarimizda jinday bo'yi balandroq variantlari bo'ladi. Ko'raverasiz. Bunimizning narxi vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 3 million so'm. Vohadagi obunachilarga kelishilgan holda yo'lchasini qilib chiqarib beramiz. 3 million so'm bu ham. Hozir bular Tojikistonga chiqib ketyapti. Tojikistonga tayyorlangan ishlar bular hammasi. Tojikistonga chiqib ketyapti-ku, oyda Kiyabonga bor, o'shunga yuklab chiqarishib orar ekan. Men fasonlarni xohlaganinglarni tanlayolasiz. Mana bu boshqacha gulli, bu boshqacha gulli, bu yana boshqacha, bu yana boshqacha. Hozir hammasini bu yoqdagilarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ustaka, endi buni xonani ham bitta xon taxta bo'lishini bitta ko'tarib ko'rsatib qo'yaylik. Mana xonlari xon taxta bo'ladi. Mana bu narsani bitta yotkizasizlar, pastdagi xon taxta bo'ladi. Bunday yotkizasizlar, pastdagi xon taxta bo'ladi. Xo'p. Yaxshi, ma'lumotlarni aytdik. Endi bunisini aytamiz endi ustaka. Bunisi 14 talik qilib bersizlar-a? Bunisi 14 talik Toshkentga tayyorlangan posonimiz. Buni 4 million so'mga tayyorlab berdik. Bu ham xon taxta bo'ladi xonlari. Bunimiz 1.10 ga 3.20 lik xon taxtamiz bu. Bunimiz mana ko'rishinglar mumkin, yopiq variantda tayyorlangan ishimiz. Nargi arzoni bilan farqlarini ham aytib o'tdik. Arzoni bilan farqlari shunda bo'ylari jinday balandroq bo'ladi. Orqa spinkalari splashnoy holatda bo'ladi. Xon taxtasida ham farqi bo'ladi. Jinday kattaroq bo'ladi, uzunroq bo'ladi. 14 taligini 4 million so'mga tayyorlab berdik. 12 talik zakaz qiladiganlarga xonimiz jinday qisqaroq bo'ladi. 275 ga 1.6 qilib tayyorlanadi. 3.5 million so'mga bo'ladi bu. Shunaqa shu fasonda bo'ladi. Shu fasonda bo'ladi. Xon taxtasini ham e'tibor bersanglar, mun qaranglar. Mana yerda 3 qavatli qilib qilingan. Kelinglar, mashina ham bitta narginasi bilan solishtirib qo'yamiz. Ha, usta aka. O'zlari uchun tushunish uchun mana. Bu yerda bitta qavat bo'lgan, bir qavat emaylari ochiq bo'ladi. Endi lekin misol uchun bu ham xizmat qilaveradi, usta aka. Ha, hammasi bir xil xizmat qiladi, xudo xolasa. O'zimizni noldan tayyorlaymiz hammasini. Zo'r. Endi bunisini nargi bu tomondan ko'rsatamiz. Xo'p, bu nechtalik variant aka? Bu ham 14 talik variant. Buni vohaga tayyorlab berganmiz 7 million 700 ming so'mga. 14 talik variant yong'oq materialda bo'lgan. Monika posondagi ishimiz 3D.
Stollarni ham anaqa qo'yish mumkin. Ko'rishinglar mumkin. Oyoqlariga mana qilib, Ha, chiroyli o'rab, qilib. falgalab, chiroyli qilib chiqaramiz xudo xolasa. Xo'p, bu necha pul Buni- endi? 14 taligini 2 million 7 million 700 ming so'mga tayyorlab berdik. Oyoqlari 3 qavatlik tumbada bo'ladi. Xon taxtamiz 3,5 metrga 120 bo'ladi. Zo'r. Buni 12 talik qilib bering. 12 talik qilib bering degan obunachilarimizga 6 million 700 ming so'mga tayyorlab beramiz. 6 million 700 ming so'm. Dastavkasi vodiy bo'ylab ichidami shu? Vodiy bo'ylab ichida. Voha tomonlarga. Voha tomonlarga arzon shopirlar topib, xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiqarib beramiz. Xo'p aka, xuddi shu fasonda boshqacharoq yana ham arzonrog'i bormi 12 taligini aka? Bor aka, 5 million 700 ming so'mga yong'oq material emas, baqaterak materialimizdagisi bor. Xuddi shu fason. Xuddi shu fason, xuddi shu holatda bo'ladi. Bu ham yaxshi xizmat qilaveramiz. Ular bir xil xizmat qilaveradi xudo xolasa. Zo'r aka. Mana aka ko'rishinglar mumkin. Mana ko'rsataman. Baqaterak Ko'rsatib qo'yaylik aka. Mana aka monasi yong'oq materialda bo'lgani. Machalkalari necha pul o'tuz bo'ladi aka? Qancha bo'ladi? Mashalkalar 9 lik bo'ladi aka. 9 lik. 9-10 bo'ladi. Mana aka monasi Baqaterakmi? baqaterak materialda bo'lgani. Qanaqa eni ham kattaroq bo'larmikan bunga nisbatan? Yo'q, bir xil aka. Bir xil. Prosta buni materialda tortilgan, tortilmagan. Shuni hisobi. Xizmat qilishi mana Xizmat qilishi hamma yo'g'i bir xil. Buni gullarida ham farqi bor. Shuning uchun sizga hozir enli bo'lib ko'rinyapti bu. Guli kattaroq bo'ladi, bu esa kichikroq bo'ladi. Shunaqa qadrli obunachilar, xohlagan dizaynda xohlagan stol-stulni yasab beraverasiz. Yasab beraveramiz. Hali shohona, gulli har xil. Har xillarini ham qilib beraveramiz. Qilib beraverasiz. Sumolat tumbalik, plastmassa stol-stullar kerak desa ham tayyorlab yasab berilaveradi. Yaxshi, mana shu 3 million so'mlik stol-stulimizga Instagramimizga qo'ydik. Juda ham ko'p obunachilarimiz arzon ekan deb juda ham ko'p xarid qilishdi. Bemalol mana shuni ham mana usta aka kamerani ushlab turing-da, mana o'tirib, mana bemalol o'tirib, mana bunday qilib mana sanab beraveraman. Mana sizlar uchun bunday qilib mana. Yaxshi. Buni manaqalari qatirilmagan ekan, sababi Tojikistonga borib turib yig'ilar ekan. Shuning uchun qatirilmagan bo'lar ekan. Shunaqa holatda qadrli obunachilar, videomizga siz ham like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Hurmatli obunachilar, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.